Assalomu alaykum Asadbek. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Mana biz yosh tadbirkorlarimiz qiziqib kelibdi. Kelajakda bloger bo'lmoqchi ekan. Aynan mana shu bizni ishlab chiqayotgan ishlab chiqarishimizni ozgina kichik obzor qilgisi kelibdilar. Biz mana shu narsaga fursat etdik. Asadbek, kotyollarimiz haqida nima fikr bo'ldi? Ishlashi, sifati, odamlarga nima tavsiya bera olasiz? Men odamlarga tavsiya beraman, bu rosa katta pech va misol uchun u katta narsalarni ichiga Misol uchun mana shunaqa teplitsaga qo'yib isishga quvvatga ega. особенно Qish kunida eng kerak narsa nima uchun ko'proq ahamiyat berish kerak? Kotyol tanlagani. Birinchisi mana shu metalliga. Qancha metal qalin bo'lsa va mana shu elektronikasi hammasi sifatli Xitoydagi emas, importni bo'lib yaxshi ishlab chiqarilgan holat bo'lsa, demak bizning kotyollarimiz umri uzoq bo'ladi, uzoqroq vaqtga ishlatishga yetadi va eng kerak narsa xavfsiz. Va yana hozir bu yil 2025-yil atrof muhitni asrash yili deb prezidentimiz e'lon qilgan. U degani ekologiyani iflos qilmanglar degani. Saqlashimiz kerak. Aynan mana shu biz ishlab chiqayotgan kotyollarimiz ana shu 3 ta kriteriyaga to'g'ri keladi. Shuning uchun mijozlarimizga Alter kompaniyasini tanlang. Sababi alternativa doim bor, faqat tanlov o'zlaringizda. va mening kanalimga obuna bo'ling.